Avvalambor assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Eshinbek qishlog'ida 6 sot uyli kottej sotiladi. Bu kottejimizga orientir olsak bo'ladi. Boboshbek trikotaj bozorini shundoqqina yonginasida joylashgan. Boboshbek trikotaj bozori svetofordan где-то bir 50 metr o'tganda chap qo'lda ko'chada kirib kelishda ro'parada joylashgan 6 sot uyli kottejimiz. Sizlarga qisqachagina qilib video obzorini qilib o'tib ketamiz. Bu joyni darvozaxona qismini oxirigacha to'sib sklad qilib qo'yishgan. Hozirchaga bu yon kirish eshigimiz. Albatta bu kottejimizda примерно bir 5 ta 6 ta yashash xonasi mavjud. Bu kirish qismi. Ro'parada orqada огород qismlarimiz mavjud. Kimga qiziq bo'lsa, kelib realniy egalari bilan baraka qilishliklaring mumkin. Narx-navosiga keladigan bo'lsak, $100,000 narx aytishyapti. Albatta, kelishiladigan holati bor. Tayyor ekin yerlari bor. Tuman markazida joylashgan trikotaj bozorining, Boboshbek trikotaj bozorini shundoqqina yonginasida joylashgan kottejimiz. Egalar raqamlarini kommentariyada qoldirib o'tamiz. Albatta, bu videoni ko'plab shu Uchko'prik tuman markazidan trikotaj bozori oldidan kottej so'rab turgan do'stlaringga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.